mayiz soldik, bodom soldik. Bu juda ham zo'r, ayniqsa farzandlaringga qurtlarini tushirib beradi, bo'ylarini o'stirib beradi, immunitetni ko'taradi. Hozir urug'dan ham sovuramiz. Qongoq qo'shamiz, miya faoliyatini yaxshilash uchun. Qongoqlarini ham qo'shamiz, bu ham juda immunitetni ko'taradi. Zo'r narsa qizlar. Pista ham sovuramiz. Chiya urug'idan ham 2 qoshiq sovuramiz. Tabiiy asaldan qo'shamiz. Immunitetni zo'r ko'tarib beradigan, gemoglobinni ko'tarib beradigan, oqsilga boy bo'lgan, quvvat beradigan biz qora qurtlarimiz tayyor bo'ldi. Buni 2 kun salqin qorong'i joyda saqlaymiz va kuniga 3 mahal och qoringa iste'mol qilamiz. Agar buni yoniga Ersa kompaniyasining spirulinasini qo'shib iste'mol qilsalaring, yana ham zo'r immunitet ko'tarib beradi. Sizlarda ishoninglar, qonlaring 10 dan pastga tushmaydi va oqsillaring ham doimo me'yorda yuradi. Ayniqsa yosh kattalarga ham juda ham kerakli bu kerak. Yosh bolalardan tortib yosh kattalargacha iste'mol qilib yursa, doimo kuch-quvvatga to'lib, immunitetlari yuqori yurib, zo'r yurishadi.